Agar siz ikkita telefon ishlatsangiz, bu ilova sizga aniq kerak bo'ladi. Bu ilova hamma telefonlarda почти bo'ladi, faqat iPhone'larda bo'lmaydi, lekin iPhone'larga ham skачать qilib olsangiz bo'ladi. Mana shu zametka Google Keep degan ilova. Buni afzalliklari nima? Google pochtangizni bu yerdan ulab olasiz. Keyin bu yerda plyusni bosib, xohlasangiz tekst, xohlasangiz spiskalarni, xohlasangiz rasmlarni, xohlasangiz bunaqa yozgan rismlarni, xohlasangiz audioni nima qilib qo'ysangiz bo'ladi, saqlanib qilib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin bu yerda настройкаga kirib turib, совместный достуp deganni yoqib qo'ysangiz, xuddi shu ilovani iPhone'da ham yoki boshqa Android telefoningizda ham skачать qilib, xuddi mana shu pochtangizni kiritib olasiz. Bu avtomatik internetga ulanganda sinxronizatsiya bo'ladi va barcha yozganlaringiz avtomatik tarzda bu yerda paydo bo'ladi. Masalan, bu telefondan turib yozgan narsalarim ikkinchi telefonga kirganimda xuddi shu narsa yozganlarim ikkinchi telefonda ham paydo bo'lib qolaveradi. Ya'ni xohlagan joyingizda mana shu Google pochtangizni xohlagan telefoningizga kirgizib turib, yozgan yozishmalaringiz bo'lsin yoki qanaqadir spiskalar bo'lsin, cho'ntagingizda bo'ladi desa ham bo'laveradi. Chunki har doim Google pochtangizni mana shu programmaga kiritib turib, bitta update qilsangiz, shunday hamma spiskalaringiz kelib turaveradi.